Bir binoning eng usti qavitidan orqonga esilib tuvanga qarab tushgan alohida atratni ko'rganimizda hayron qilib, ularga olqish yog'diramiz. Ajaba, bir o'muchuk alohida atratning ko'rsatganidanmi necha hassa qiyin mahoratni ko'rsatayotmamdi. O'zi to'qigan to'rga esilib, bir sakrabli tuvanga tushib, yana bir sakrabli yuqoriga chiqadi. Bir alohida atrat askari o'muchukka asla yetishamaydi. Balki o'muchukka faqat shogird bo'la olishi mumkin. O'muchuk o'g'lash uchun to'r orqali o'zini yog'ochga bog'laydi va onun ustiga o'zini otadi. Onun to'ri ham o'zini, ham o'ni ko'taralgudek darajada mazmut. O'muchukning to'riga choplashib qolganida, putlariga surib olgan bir xil suyuqlik orqali o'zining to'riga choplashib qilishidan qutuladi. O'muchukdikiga o'xshashla ko'z oldimizdagi koinotga diqqat bilan qaraganimizda shuni ko'ramizki, har bir maxluqning o'ziga xos bir vazifasi hamda o'zgacha yashash usullari bor. Har maxluq bu dunyoga kelibla o'z vazifasini o'tashga boshlaydi. Atrofidagi muhitga tezla moslashib ketadi. Xuddi boshqa bir dunyoda alohida tarbiyalangandek vazifasida qat'iy xatolashib qolmaydi. Ozroq to'xtabma qolmaydi. Mana bu ahvol isbotlab turibdiki, parda oqisida ularni yetishtirgan, ularga vazifalarini bildirgan, ularni yashash sharoitiga moslasha oladigan qilgan bir zot bordir. U zotning borlig'ini qabul qilmay turib, ko'z oldimizdagi bu mukammal mahoratni tushuntirish asla mumkin emas. Bu haqiqatni texmo yaxshi tushunish uchun hamda biz Hasal harisining mahoratiga nazar silib, bu orqali Alloh taolaning borlig'iga bo'lgan ishonchimizni oshirayli. Hasal harisi to'xtamay ham dam olmay ishlaydi. Har kuni 20 ming dona gul ching'iga qo'nadi. Umrda 2 million kilometrlik musofani besib bo'ladi. Ashundoq jafoliq ishlash natijasida bizni hasal deyiladigan tatliq bir ozuq bilan ta'minlaydi. Amdi Allohni inkor qiladigan kishidan so'rab boqayli. Birinchi, hariga hasal ishlab chiqarishni o'rgatgan kim? Bütün insonlar birlashib 1 grammini ishlab chiqarolmaydigan bu hasalni zaharlik bir hasharat qandoq ishlab chiqara oladi? Yoki harilar biz insonlardanmi aqlliqmi? Ikkinchi, harining faqat hasal ishlab chiqarishni bilishili kifoya emas. Chunki bu faoliyatda faqat hasal ishlab chiqarishli ko'zda tutilgan bo'lmasdan, hasal insonlarga foydali holatda yaratilgan. Undaqda hasal ishlab chiqaruvchi insonlarning ahvolini va tan qurilmasini biladigan bo'lishi kerak. Holbuki, harida bundoq ilm yo'q. Yoki siz harilar insonlarni va ularning tan qurilmalarini biladi demakchimi? Uchinchi, hasal ishlab chiqarib insonlarga yugizish mehr shafqatning ifodasidir. Holbuki, harilarning bizga qarata marhamatimi, mehr shafqatimi yo'q. Fursat topganda zaharlik nashtiri bilan bizni cheqib oladiganligi buni isbotlab turibdi. Harilar bizga marhamat qilmagan ekan, undaqda bizga marhamat qilgani va haridan hasal chiqarib bergani kim? To'rtinchi, harilar gul changining changlashishidami muhim rol o'ynaydi. Gullardagi to'pchanglarni bir guldan yana biriga to'shib, gullarning ko'payishiga kapolatlik qiladi. Bir gulga qo'ngan vaqtida uning yipishqoq ham qo'yiq tuklariga gul changlari yo'qidi. Ondan o'xshash turdagi boshqa gullarga qo'nib, gul changlarini uningga yuqtiradi. Bu vazifaning o'rindilish jarayonida kishining diqqatini tortadigan mundaq bir manzara bor. Masalan, hasal harisi dastlabda bir gul ching'iga qo'ngan bo'lsa, toki shu atrofdagi o'xshash turdagi gullar tugaganga qadar boshqa turdagi gullarga qo'nmaydi. Buning sababi shuki, agar harilar o'xshamaydigan gullarga qo'ngan bo'lsa, gul ching'i o'xshamagan gullarga yo'tkalganligi sababli gullar changlashmaydi va gullarning nasli qurib ketadi. Endi so'rab boqayli. Ajaba hasal harilari gullarni qandoq toniydi?
Gullarning neslining davomlashi uchun bu jafoliq safarni nemishqa qiladi? Changlashtirish vazifasiga mos keladigan tuklarni uning teniga kim o'rinlashtirgan? 5. Hasal harisining kichikkina qo'sqida hasalni pishirish va hasalga a'zolarni kodin chiqarib etish iqtidoriga ega bo'lgan zaharni aralashtirib qo'ymaslik favqulodda bir ish. Sizningcha aqlsiz bir hasharat bundoq favqulodda ishni haqiqiy ishga oshirg'uchi bo'la-olami? Endi biz hasal harisining mahoratlariga oid yana bir sahna bilan tanishib chiqamiz. Hari uvusidagi bola harilarning dunyoga kelishi uchun ko'nakning temperaturasi 35 Selsiya gradus bo'lishi kerak. Agar temperatura 30 Selsiya gradusga tushib qolsa, butun to'ralmalar o'ladi. Agar 40 Selsiya gradusga o'rlab ketsa, yo o'lim yoki meyipliq yuz beradi. Shundoq, ko'nakning temperaturasi dal 35 Selsiya gradus bo'lishi kerak. Undaqda bu temperatura tövellib qoladigan yoki o'rlab ketadigan ahvol qat'iy yuz bermamdi. Albatta tövellaydi ham o'rlaydi. Lekin hasal harilari buning amalini topgan. Agar temperatura 30 Selsiya gradusga tushib qolsa, ona harilar ko'naklarning ustida harakat qilib, temperaturaning 35 Selsiya gradusga chiqishini kapolatga ega qiladi va ko'nakka nisbatan bir o'choqning rolini o'taydi. Agar temperatura 40 Selsiya gradusga o'rlab ketsa, bu chaqda ular to'xtamay qanotlarini qiqib, ko'nakni salqinlatib bir shamoldurg'ishning rolini o'taydi. Endi bu mahoratni tasaddibilikqa havola qiladigan kishidan qayta so'rab boqayli. 1. Harilar ko'nakning temperaturasining 35 Selsiya gradus bo'lishi kerakligini qandoq biladi? Mushu ma'lumotlarni anglaganga qadar haqiqatan buni sizmi bilmaysiz? Maxluqotning eng aqllisi bo'lgan inson bilmagan ishni bir hasharat qandoq bilalaydi? 2. Bo'pti, biladi deb turayli. Undaqda temperatura tuvallab qolganda ko'nakning ustida harakat qilib ko'nakni isitish texnikasini ular nadin o'rgangandi? 3. Yoki temperatura o'rlab ketganda qanotlarini qiqib ko'nakni salqinlatishni ularga kim o'rgatgandi? 4. Harilarning issiqlik o'lchash asbobi bormi? Agar bo'lmasa, amaliyotda yo'q. Chunki biz hozirga qadar termometrlik bir hari ko'rib boqmadik. Ular issiqlikni qandoq o'lchaydi? 5. Bola harilarning hayot qilishi ularga nisbatan nimishqa shunchavala muhim? Bola harilar bilan ovora bo'lishining o'rniga nimishqa 1-2 haftadan keyinla ayriladigan bu dunyodan huzurlanishning ko'yida bo'lmaydi. Ularni xuddi vazifa topshirilgan bir askar kabi ishligili solidig'ini kim? Biz faqat hasal harisiga va uningdagi mahoratning 1-2 sohasiga nazar soldik. Hasal harisining boshqa alohidaliklari haqidami necha o'nlagan batlar yezilishi va yuzlagan savollar so'ralishi mumkin. Yolg'iz hasal harisidagi mahoratni tushunib bo'lolmay tursak, peli qurtidan tortib qushlarga, biliqlardan hasharotlarga, hayvonotlardan o'simliklarga qadar sonsiz maxluqotlar va har birida bir-biriga o'xshamaydigan mahoratlar oldimizga chiqmoqda. Ajaba, bundoq 100 minglagan farqli mahoratlar tasaddibilik bo'lishi yoki bu maxluqotlar bundoq mahoratlarni o'zligidan o'rgangan bo'lishi mumkinmi? Aqli ho'shi joyida odam buni qabul qila oladimi?